Assalomu alaykum. Bismillah. Bir hafta tanaffusdan keyin ishlarni boshlab oldik. Tahodan boshlaymiz. 63.000 probek, 2022-yil bitta mana shu passajir tomon kiriluvdi, petno bo'lgan joyi bor ekan, lekin mehr berilgan. Saloni полный alcantara перетashkila qilingan, обшивка, rul, torpedkalargacha. Mana qarang. Haydasangiz rosa gazib tuning qilingan haydargansiz. Undan tashqari полный akustikalarigacha shu mashina qo'yilgan. Bitta mana shu passajir tomonni siz deysiz, endi himchiskiga qo'yasiz, lekin bu yoq tomonlar cho'tka bo'lib turibdi. Bilasiz, endi ko'p o'tiriladi. Himchiskiga qo'yasiz, taniq apparat bo'ladi. 63.000 probek, 2022-yil. Narxi ham o'pish keladi 63.000 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Shundan telefon qilib, taho qidirib yurgan bo'lsangiz, bosib yuboradigan joyi. Navorot tashalgan. 60.000 probek, yili ham 2022-yil. Bitta kirilovda petno bor. Bosib yuboring, jigar. Tayyor turing, bu yoqqa mashinalarni qo'yib